Tushungan? Davom eting. H ga hech kim chamagan. H masalan sifatdan hozir zo'rga to'g'ri o'qib berdilar. O'rta H ga e'lon qiladi. To'g'ri qo'shib qoladi. H bo'lib qoladi. Habl unaqa emasdi. Habl 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 farqi bormi? Bizniki o'rtada bo'lib qoladi. Halqom eng quyi chiqadi dedik-ku, bayram emas, buni tepasidan o'qadi. Shu tovushda paydo bo'ladi. U o'rta H. Uni endi o'tamiz. Halqom o'rtasidan chiqadi, lekin mana bu eng chuqurdan chiqib kelish kerak. Ha, hi, hu. Mana shu kimdirlar? Siz ham X qilib o'qiyapsiz. Nega qirayapsiz tomog'i? Yani qattiq H kelib qoladi. Xabr bo'lib qirilib qolyapti tomog'i. Ya'ni H ga ishlanmagan hisob. Harfdan olsam bo'ldi degan shaklda o'qib berasizlar. O'shanga iltimos, bu narsaga e'tiborli bo'laylik va o'zingiz bilmagan holatda, o'sha gap hali ham hal qila turibdi. Masalan, mani, meni, muni deb o'qiyapsiz. Unaqa emas. Man, mani, min, mini, min, mini, mun, muni, mun, muni. Farqi bormi? Sizlar nima tebranib qolyapti? Manni aytib qo'ying. Unaqa emas. Man, min, mun. Ta'kidlasam to'g'rilayapsiz. Aytmasam men o'sha holatga yetib qolyapsiz. O'shanga iloji boricha e'tiborli bo'ling. Aytib qo'yish meni vazifam, bajarisizlar. Z harfi. Ko'rinishlar nomi bor edi. Ko'rinishlar nomi. Qora markaga oling. Bizim qaraylik. Markaga oling. Ko'rinishlar nomi alohida so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiri. Hop o'tlarga harf, Z harfi. Z harfi nechta ko'rinish ekan? Bo'ldi, bundan tushundingki, davom bo'lamaydi. Ana shuniki davom bo'lamaydi. Hop, endi Z harfi haqida gaplashadigan bo'lsak, ikki ko'rinish va satr ostiga tushadi, tushmaydi degan masalaga kelganda satr ostiga tushmaydi. Tushunarli? Satr ostiga tushmaydi. Endi Z harfi talaffuzda biz mana bu harfni ishga o'tdimi? O'tmadimi? O'tmabdi. Bo'lmasa birinchi darsimiz bo'ladi bu. Talaffuzi. Bu harf talaffuzi qanaqa bo'ladi? Bu harf talaffuzi shunaqaki, tilni uchi tortishuvchiga tegish kerak. Tilni uchi tortishuvchiga. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Tushunarli? Tilni uchi yuqori tishi uchiga. Tegmasa oddiylarga o'xshab qoladi. Qarang. za. Masalan, aza. Bitta sizlar faqat. Ishonavering, masalan, o'qiyman. Allazina. Farqi bormi? Ba'zilarni buni d-ga tortish kerak deydi. Yo'q, d-ga tortilmay allazina deb o'qiydi deydi. Masalan, d-ga tortibroq, allazasi bu d-ga tortdi deydi. Bunaqa emas. D-ga tortilmaydi. Tilni uchi tortish ichiga tiyiladi bo'ldi. Allazi emas. Tilni qattiq bosmaysiz. Allazi tushunarli? Allazi xato. Ko'rasiz? Olayga qaraysiz. Til chiqayaptimi, chiqmayaptimi? Allazi ko'rasiz? Sizda qanaqa bo'ladi? La bilan yashaydi. Alla bo'lib z kelgan kirib qoladi. Allazi bo'ladi. Ichga to'xtab olasiz. Z ga kelganda imida tilni uchi qortishi uchida bo'lishi kerak. Allazi ko'rasiz? La zu shaklda. Tilni uchi qortishi uchiga tegish kerak. Bo'ldi, asosiy masala shunda. Shuni o'xshatib bersangiz bo'ldi. Mana bu joyda rasm turibdi. Tomosha qilgan. E'tibor bersangiz tilni uchi yuqori tish uchiga tegadi. Shu holatni menga shakllantirib bersangiz bo'ldi. Hop, boshlaylik. Birga o'qiymiz. Tayyorsiz? Boshlaylik. La, zi, zu, za, zi, zu,
ذاهب ذاهب مذهب مذهب ذهب ذهب أذن أذن يأذن يأذن إذن إذن أذن 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 يؤذن يؤذن مؤذن مؤذن آذان آذان Rapti nima joylikda o'ynaymiz. Men mana shu matn o'qiyman. 3 ta xato bor. O'sha 3 ta xatoyimni topgan odamga bitta ish kerak. Kecham topamasada aytib qo'yasizlar, bilasizlar. Ejizlar, 3 ta xato bor. Xatoyimni topdingizmi bo'ldi. Qalamda belgilab qo'yasiz, ruchkaga belgilab qo'yasiz, qo'l ko'tarasiz. Deb shart emas. Yo'q joyda xato topamaydi. Zapis ketyapti. Olma shu xato qildingizda. Kelishdiga shunda belgilaysiz, qo'lingizni ko'tarib qo'yasiz. O'zi ko'z qiladigan kimligini bilib olaman. O'sha odamni birinchi so'rayman. Daftarga belgilayman, kitobga belgilayman. Mana daftarga belgilab yuradigan odamga o'xshab qo'ying. Ketdimi? Tayyormisizlar? Boshladi. Va ri zu o'zim o'qiyman. Va ri zu zan zin zun هذا هذه إذا إذا ذهب يذهب ذهب ذات ذوات ذاب يذوب ذوبان ذباب ذبابة ذم يذم ذم ذموم ذمة أذنب يذنب ذنب ذنوب ذنب ذنب ذنبا ذهن ذهن ذهنا ذهب يذهب ذهاب ذاهب مذهب ذهب أذن يأذن إذن أذون أذن يؤذن مؤذن آذان صار ولا بيش حطوا صار ولا من بيش حطوا خلاص بديت ما جانا كل كتاب يا شباب ده ما نقول كتاب كتير خلاص ما جانا بديت هذا واحد يذهب ده نما بقول زاد الوجه كمان يذهب ده بالفعل يذهب بالبتاع ما يكيدش هذا يا أخي ذمة دي بخكتنا تشتري كمان ذمة دي ذمة ده يا أخي كتاعها اشتغل ها يا الله هذا لما نسجل شاهد بلا هذا كيمزة هذه ها وربها هي لا تقول يا عشرة اشتها يعني كتبها بس زومو منزل يوم ده كمان هنا يتلا bitta kishimishani orqasidan bu kishi boshqa yer abun orqasidan sizmidi hammani orqasidan ya'ni ikkita xato qildi bitta xatoni o'zim qayta qildim esimdan chiqib qoldi hozir esladim sizlar eslayapsizlar bittasi esimda yaz abuda nima uni aytdim
deysizlar. Ikkita xato bor. Aynan ikkita ishkallar qaz bo'lasizlar. Hop, zapisdan ochib ko'rasizlar. Zubabatun deb non tebratdim. Qalqani qildim. Zubabatun. Zapisdan ko'rasizlar. Oxirgi qatorda idnun, uzunun deb zani cho'zib o'qidim. O'zi asli uzunun bo'lishi kerak. Uzunun emas. Uzunun. Umumiy 5 ta to'g'ri qilib mayli. 3 ta ishkal qazma. Lekin ikkitasini topa olmadim. Ha. Bo'ldi hamma. Yas'abu yal'abu edi. Hadihi deb o'qidim. Zubabatun bu qol qalqala qo'yardim. Zimmatun deb o'qidim. Keyin oxirgi uzunun vov qo'yib qo'ygan, cho'zib o'qidim. Ya'ni xato sezish qobiliyatini ham sekin kuchaytirishimiz kerak. Shularga bilinadigan xatolar bo'ldi, lekin sizlar sezmay qoldingiz. Hop, keyingi harf D harfi. Tayyorlanadi. Men o'qi. Katta daftar. Bu qo'llarni shular ekan. Kichkina. Katta daftar. Bu guruhda mumkin-da, kamola. Sizlardanmi? Boshqa daftarga ko'tarib Nasıl nukale yapıyorum? Hemen götürdüm. Jo'rayev va Kamoli. Shirin. Tanışırsınız. Mana shuni ismi yozilmagan ekan. Umuman, ishlatib turing. Nayda prezentga beraman. Yozib qo'yilgan-u, hozirdan birinchi safar adash boshqasini olib keladi. Mabodo kelib qolsa 96 ga boshqa yozib beraman. Baribir bo'lib qolib ketadi. Orqasidan yozilgan. Hozir yana olib ketadi siz daftaringiz. Yana kimga daftar bermaganman? Mana shuni. Daftar berganmisiz menga? Bermagan bo'lsangiz, mabodo kelib qolsa roziman. Kelib qolsa o'zim nasib qilib. Hozir bepo'la mashinaga daftarlar yotibdi-da. Voy bo'lmasin. Kiring, o'tiring, tashlab turasiz. Mana men joyim. Hop, dal harfi. Dal harfi to'g'risida gaplashamiz. Dal harfi ham xuddi shuni o'zi. Faqat nechta ko'rinishligi ham? Nuqta qo'yilmagan mana, ikki ko'rinishli, ya'ni bu degani bu ham satr ostiga tushmaydi, bu ham o'zidan keyingisiga ulanmaydi. Va sizlar yoqtirgan xususiyat bor bunda. Ya'ni shuni qalqon harflarimiz nechta bo'ldi? Ikkita bo'ldi. Bir bilan D. Adib, idi, udi. Tepadangi uramizni qaytaramiz. Adib, idi, udi. Tushunarli? Shu, otishcha muammo yo'q. Asosan shu qalqalasi borligi, ikki ko'rinishligi, satr ostiga tushmasligi masalalari shular yozibdi. Tayyorsiz-a? Boshlaylik, o'qiymiz. Da, di, du. Cho'zamiz. Da, di, du, dan, din, dun, yadun, maddun, niddun, andadun, dubbun, dabbabun, da'aba, yada'abu, da'bun. Qarang. Mana bu yerga hamzani tepasida sukun belgisini ko'rdingizmi? Nuqta ishlaydi, o'zbek tilida tutuq belgisi deydi. Tovushni bitta kesib o'tishimiz kerak. Da'bun, da. Tushunarli? Hali a deb to'xtab qoldik, o'tib shunaqa tutuq belgisi deydi. Tutilishimiz kerak ozgina. Masalan, bu narsa arab tilida ko'p. Yu'minun, mu'minun, yu'minu, nu'minu ko'p kerak bu narsa. Tushunarli? Da'bun, du'ubun, bada'a, yabda'u, bada'a qara, yabda'u,
mukammalroq, yaxshiroq o'rganishga harakat qilamiz. Ayniqsa biz biladi, tilni uchidagi shaklni o'zgartirishga qo'ldan kelgancha urinishimiz kerak. Xohlaymiz bu yo'lni o'zbek tilidagi izlarga moslashib qo'yganmizda, ketib qolaveradi. O'sha uchun ko'proq mashq qilmasangiz, o'zingiz xohlamagan holatda noto'g'ri tovush chiqarib qo'yasiz. O'shanga shug'ullanishingiz kerak. Xo'p, kimda savol bor? D va D borasida. Yoki umuman o'tgan darslarimiz borasida. Hech kimda savol yo'q? Qanday chiqaraman? Mana bugungi D harfi D H ko'paygan. Ana shuni ko'proq ishlating. D H masalan, D hammasi H'ga oxiri. Ani galasovoy bor, quvvat kodi bosasida ko'proq tashdidlilarni ayniqsa ko'proq ishlatishga harakat qilish kerak. Tashdidli holatdan chiqarsangiz mana dahhama, yudahhimu, dahhama, yudahhimu. Ko'proq shularga tashdidli holatga urg'u bersangiz, oddiy holat yaxshiroq chiqadi. Tashdidli holatni ko'proq ishlatish kerak. Ya'ni bugungi mavzumizda asosan qarasangiz D dan ko'ra H ga urg'u yaxshiroq ketgan. O'shanga ko'proq ishlang. Asta-asta chiqadi, birdaniga chiqib ketmaydi. Xo'p, endi yozib olinglar. Uyga yodlashga lug'at beraman. Nechtadan beraman? 5 ta. 5 ta. Nariga bosh tomoniga yozasizda, yozmagan tarafimga. Ha? O'zim yozib beraman. Siz uni yozib yo'talib berasiz. Hop, bitta qaytarib qo'yaylik. Shu bilan zabt shakllab qo'yaman. Qarang. Babun. O'zimroq. Babun. Eshik degani. Abun. Ota degani. Bawwabun. Qorovul. Baytun. Uy. Mautun. O'lim degan. Shularga